Assalamu alaykum, hürmetlik anlıqçılar. Bugün Kamal Hisamidinov'ның Momamның şifalık doğruları degan kitabını o'qishni davomlashtiramiz. Bugungi tema Qazan qurumi. Qazan qurumi. Bizdagi tamoq og'riqiga ilmiy tibobatchilikda angina, tanzilit yoki Katar verxini dixatilniq puti deganlarning hammasi kirib ketadi desam, lap bo'lmas balki. Chunki hammasining tomiri bir. Soğuq tegishdan yuz beradigan og'riqlar. U hammaga ma'lum. Bu og'riqlarni shifoliq giyohlardan g'angzigul, tikangul, evkalipit demlanmasi bilan g'ar-g'ar qilib davolasimi bo'ladi. U to'g'risida shifoliq 110 giyohda xeyli tafsili yozilgan edi. Shunga uni takrorlab o'ltirishni munosib ko'rmadik. Bu yerda faqat Qazonning qurimi to'g'risida hikoya qilishni ko'zda tutdim. Meningcha bo'lganda anginag'imi, tanzilitqimi uningdan unumlikroq dori yo'qmikin deb o'ylayman. Uni isbotlash maqsadida mundaq bir paketni aslab o'tishni muvaffaq ko'rdim. Buningdan xeyli uzun yillar ilgari bir kuni ishdan kelib, kechki tomoqdan keyin gazet o'qib o'ltiratdim. Cho'ng qizim, "Dada, o'g'lingizni so'rabmi qo'ymaysiz-ku?" deydi. "Uningga nima bo'pti dek?" dedim savoliga savol bilan. "2 kun bo'pti, beshini ko'tarmay yotqiniga, bir yutum suv ichmabdi, hatto parangmi qilolmaydi." "Tova," dedim-de, o'rnimdan turdim. Bir uyda turibmi, bola chaqi bilan 3 eg'iz uyda birga turamiz. O'g'lim bola chaqisi bilan oshxona yendiki bir bilimida. Osh tamoqimiz bir. Ammo men kelganda u ishda bo'ladi. Men ishqa manganda u uxlaydi. Qandoq qilasan? Tirikchilik. Ikkinchi bo'lmaga chiqsam, rost, o'g'lim beshini purkab yetibdi. Nima bo'lding desam, gap qilolmay tomoqini ko'rsatdi. Buj terlab turdi. Mehmonxonaga chiqdim. Bu yerda buni qo'yadigan joy bor edi. Qazonning qurimi silingan qutam shu yerda turadi. Uni topdim-da, o'g'limni boshlab oshxonaga chiqdim. Qurimdan oq qog'ozga azroq to'kib, saranga tutashtirdim. O'g'lim deraza oldidagi o'rindiqda o'ltirdi. Ko'rsatkich barmoqim va o'ttiranchi qo'limning o'pkisi bilan bisib, qurimni azdim. Barmoqlarim qop-qora bo'yaldi. Ondan o'g'limning shilimshib turgan og'zini ochqizib, tomoqini barmoqlarim bilan 3-4 navbat ko'tardim. Har qanday davolash usulining oson emasligi ma'lum. O'g'limning peshonasidan munchoq ter chiqib ketdi. Shuningdan keyin uni o'rnidan turg'izdim va momamning usuli bo'yicha tamni g'olashlatdim. Ondan hojatxonadan chiqarib, o'rniga yotqizib qo'ydim. Aradan yarim soatdek vaqt o'tib, oshxonaga nimadir bir narsaga chiqsam, o'g'lim tomoq chekib o'ltiribdi. "Ahvoling qandoq?" deb so'radim uningdan. "Yaxshi, tomoqim xeyli qo'yib berdi." "Tomokingni sal to'xtatib tursang bo'ladi, bolam. Az jafo tortmading-ku." "Uning doğrusu oson-ku, bilmabdiman. Endi o'zim doğru qilaman", dedi kulib. Shuningdan buyon uzoq yillar o'tdi, lekin o'g'limning bo'g'zim og'riyotidi deb yotqinini ko'rmadim. Ba'zilar jirginamdi yo ko'zga ilg'us kelmamdi bilmayman. Davolashning bu nihoyat oddiy usuldan foydalanmay doktorga yugurishni afzal ko'rdi. Doktorning oldiga borma deb aytolmayman. Asosiy narsa vaqt o'tkazmay uyda chapsanroq davolan demoqchiman. Ba'zilar biz shaharda tursak Qazonning qurimini nerdan topamiz deb buni cho'ng bir masalaga aylantirdi. Mushu kunda shahar aholisidan yezi bilan tamoman munosabat yo'q biror oilani tepish mumkin emas desam, lap bo'lmas balki. Qalay cho'mish bilan Qazonning tuvini qirsang, qurim tushidi. Uni bir qitug'i silib, ilib qo'ysang, seningdan nonmi, choymi so'ramaydi. Xohlagan chog'da ishiltisan. Ba'zilar bu ish faqat ota-bovisi bilan shuningni qo'lidan keladi. U udum talishidi degan fatvosini aytishidi. Bekor gap. Undaq deyishimga sabab
Momam rahmeti rast davolashlari bilan shug'ullanadi. Lekin u til silib ko'zga tushgan axlatni olmaydi. Bugungi kunlarda uning cho'ng qizi tugmanda ko'zga tushgan axlatni til silib olg'uchi birdan bir odam. Qani udum talashqini. Meningcha bo'lganda odam qilgan ishni odam cho'qim qila oladi. Uning uchun u odamda havas, tirishchanlik bo'lishi kerak. Momam Maryamxon rahmeti tamuqiga qapartqu chiqqan odamni davolaydi. Qo'lini yanada shu qozon qurimi bilan maylab, qapartquni yerib, ichidagi qon yeringni chiqarib etadi. Baxtga qarshi uning obdanroq sapsilib olmadimmi yoki unutib qoldimmi, har holda u mening qo'limdan kelmaydi. Shunga mubodo undaq og'rig'i bor bemor oldimga kelsa, avkolipit damlanmasi bilan chayqashni taklif qilaman. U tepilmagan taqdirda g'angzugul qaynatmasi bilan chayqisimi bo'ladi deb hisoblayman. Mushu yaqinda bir qiziq ish bo'ldi. Qo'shnimiz kirib kelibdi. O'g'li 3,5 yoshda. O'g'limning tamuqi og'rib qolgan edi. Doktor bergan dorini ichib, tamuqini chayqig'ili unamayotidi. Sizda buningga qarata dori yo'qmi? deydi. Men qozonning qurimidan azroq berib, momamning usulini ko'rsatib qo'ydim. Atsi qo'shnimiz: "Aka, doringiz ajoyibkan. O'g'limning tamuqidagi qapartquni besivdim, ichidan jiring degan etilib chiqdi. Jinim balam, shuning bilan yaxshi bo'lib ketdi" deb rahmatini aytdi. Demak, diqqat qilsa, odamning qo'lidan kelmaydigan ish yo'q. Xalq arasida angina, tonzilit, umuman bo'g'iz og'rig'ini zamchi damlanmasi bilan chayqash odati bor. Men uni sinoqdan o'tkazib ko'rdim. Ammo bu kunlarda uni tepish tas. Zamchidan damlanma tayyorlash usuli. Arichinida o'ttira qaynoq suv elib, zamchini shuningga solamiz va qo'shiq bilan aralashtiramiz. Dorini shu usulda tayyorlash bilan tamoqni kuniga 4-5 qitim chayqaymiz. Ba'zilar meningdan tamoq og'risa, yilon sho'rpisi bilan bo'g'izni chayqisimi yaxshi ta'sir qilgudaqku, buning siz qanday qaraysiz deb so'raydi. To'g'ri, tajribada ko'rilishicha, tamoq og'riqiga umi yaxshi ta'sir qiladi ekan. Tamoqingizni chayqagan sho'rpini yutib olsangizmi, ziyni yo'q. U bo'g'izning ichki qatlamidan sovuq tekkan yerlarga ichingizdagi boshqa og'riqlarga yaxshi ta'sir qiladi. Lekin yilonni mushu kunlarda shaharda turmoq, yezida tepishmi tas. Keyingi yillari magazinlarda olma sirkisi setilib turdi. Uni har kimning o'zimi yasab olishi mumkin. Mubodo qozon qurumiga milangan qo'lingizni og'zingizga silishga ko'nglingiz tortmasa, bo'g'izingizni shu sirki bilan davolasangiz bo'ladi. Masalan, bir stakan eg'iz ko'ymigidek qaynoq suvga çay qo'shiqda bir qo'shiq olma sirkisi va bir çay qo'shiq hasalni aralashtirib tamoq chayqaysiz. Tamoq chayqalgan dorining hammasini bo'lmasimi yerimini ichib eting. U qizil o'ngachdagi sovuq tekkan yerlarni davolab, ugilarga yig'ilib qolgan tuzni eritish xususiyatiga ega. So'z navbati kelganda shuni alohida ta'kidlashim mumkin. Har qanday og'riqni ta oxiriga yetkazib davolash lozim. Ba'zi yo'ldoshlarning yuqorida aytilgan dorilardan ba'zilarini dastlabki vaqtda sal foydalanib, sal yaxshi bo'lganda unutib qoladigan odati bor. Birinchi qatimdala oxiriga yetkazib davolasangiz, keyin o'zingiz og'riqning dardini tortmaysizgu. Sal jafo mushaqqatga nemishqa bardoshlik bera olmaysiz. Bugungi anglitishimiz mushu yergacha bo'lsin. Keyingi qatimliq anglitishimizda ko'rishaylik. Salomat bo'ling.